Mana fevral oyida boshda chiqqan bular. Avgustlarda xudo xolasa tuxumga kiradi. Bularni o'zimizga olib qolamiz. Hammasi sotilmaydi hozir. Endi zakaz berib olganlar olishyapti. huzur bergan yo'lida qo'ying. Sizni Juda yo'qlamaganlarga boqib ko'rganlar biladi, juda bir yovvosh odamga bir nima deydi, boshingizga kelgan mehribon yomonliklar uchun qaramdalar bular. ne'matlar uchun shukr qiling. Juda bir Har bir narsani Alloh nima deydi, bir mehribon bo'ladi bular. Keyin bola o'zi insonlardan hech yoshligidan boqib o'rgatsangiz, olishdan juda ko'ra mehribon bo'ladi. berishni ko'proq bilasiz. Tavsiya qilaman. Qalbingizda Bir donami, endi bir dona bo'lmaydi, ikki dona, to'rt dona uyingizda bo'lsa zarar qilmaydi. Go'sht beman bo'ladi. Hech qancha yemaydi. Odamlar endi o'zimizga nima deydi, rahmat ko'p kishi endi ko'paydi. Shu dangasalikdan kelib chiqib bu gaplar o'ylab topilganda.